ko'chada o'tiribsiz eringiz bilan qaysidir ayolni ko'rdi, assalomu alaykum, yaxshimisiz, tinchmisizlar dedi. Kim bu deysiz, misol. Bo'lgan shunaqa, kim bu dedingiz. Ha, bir tanishim. Yo'q, bo'ldi, sizniki ketdi u yog'i. Ketdi, sizniki ssenariy yaratishi kerak miya. Tanish, bu demak, chunki o'zim ham shunaqa bo'lganman-da. Demak, bular bir-birini taniydi, bular uchrashgan. Bular demak qayergadir borgan, birga bular restoranda o'tirgan. Restorandan keyin kvartiraga borganman, bilaman. Yo'q, otelga olib borgan bo'lsa kerak. Ketdi. Qaysidir kuni uyga kech kelganda, o'sha kunimikin boshlanadi. Zachем? To'xtating. Tanishim bo'ldi, tanishim. Nima erkaklarga ayol tanishli bo'lish mumkin emasmi, qizlar? Nima erkaklarga qaysidir ayolga salom alik qilish mumkin emasmi? Nima qilyapsizlar sizlar? O'sha gap erkak sizni itchangiz emas, uni bog'lab qo'yib, uni ketidan yugurib yoki borasan, bormaysan deb bog'lab o'tiradigan. Unaqa emas. Salgina o'zingizga ishoning, salgina o'zingizga bo'lgan hurmatingizni joyiga qo'ying. O'zini hurmat qiladigan ayol, bilib qo'ying, ikki dunyoda erining telefonini titkilamaydi. O'zini hurmat qiladigan ayol ikki dunyoda eriga bo'lgan qanaqadir bitta ayol bilan salomlashsa yoki gaplashsa agar shubha gumonga bormaydi, chunki o'ziga ishonadi. Chunki o'zini hurmat qiladi. O'ziga bo'lgan munosabati to'g'ri. Faqatgina o'zi bilan munosabati noto'g'ri bo'lgan ayollargina, mana o'zim bilan munosabatim noto'g'ri, shuning uchun men o'ylaymanki, erim ham men bilan noto'g'ri munosabatda. Shuning uchun men o'ylayman, erim ham menga yolg'on gapiryapti, meni aldayapti degan fikr va gumonlar ichida yashaydi.